Assalomu alaykum. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Nafaqat vatan posbonlari, balki mardlik, jasorat va fidoyilik timsoli bo'lgan barcha erkaklar bayrami muborak bo'lsin. Ushbu kunda ota, aka-uka, turmush o'rtoq yoki yaqin do'stlaringizni jonli qo'ng'iroq loyihamiz orqali samimiy va bir umr esda qolarli tarzda xursand qilib beramiz. Maxsus tabriklar, iliq tilaklar va yoqimli kayfiyat. Barchasi birgina qo'ng'iroqda. Narxlarimiz juda ham hamyonbop. Buyurtma berish uchun adminlarimiz bilan bog'laning. 50 kodi bilan 444 33 11, 91lik kodi bilan 744 91 04, 93 kodi bilan 006 52 62. Ushbu raqamlarning Telegram va WhatsApp orqali ham bemalol yozishingiz mumkin. Hurmat bilan tabriklar TV loyihasi.